Ochofat Abdulahad botir qochdi yengli smokini yeb, ta'miga baho berasan. Zaralangan buqa go'shti bu bo'lsa bormi deb oladigan video. Bismillah. Bu videoni yig'ilolmay yurgan do'stlarga tashlab azoblang. Voy. Go'shtga kartoshka o'rab yeymiz. Tortadi-yu. Suyagi bobikka qoldi. Alhamdulillah. Ozgina ishtahani ocholmasa, bo'lmaydi kerak bu. Voy. Mana bo'lmasam. Ko'pchilik kartoshkaga go'sht qo'shaysa, biz go'shtga kartoshka qo'shaymiz. Bo'yin hamburger. Voy. Alhamdulillah. Bu narsa nima va qaydan keladi, kim olib keladi? Lekin juda ham ko'pchilik biladi. Bismillah. Buni bolalarimga qoldirdim. Alhamdulillah. Abdulahad aka, xush kelibsiz. Men sizni vohani 2 metrli pide bilan to'ydira olmasam, hech kim to'ydira olmayapti. Yoqimli ishtaha. Ukajonim, meni to'ydirish hammaning orzusi-ku. Pidega to'ymadim, olib kel qolgan ovqatingni. Abdulahad aka, Iskandar. Tariyoq alohida tema bo'ldi. Bismillah. Dupur. Virkada yeyish yo'qmaydi-da. Ana boshqa gap. Ovqat zo'ragan, yana birorta ovqat berganda yeb qo'yardim lekin. Qo'lda yeyish sunnat deb yeverdim. Bola endi tanib qoldi-da meni kimligimni. Voy. Nima bu o'zi? Tez yeyolmasam kimni qarab turibdi, ko'z tegish mumkin. Voy. Alhamdulillah.